İstemsiz kadırlı dostlar, bu oygil, lekin bu eyde gittik video tugul, bu qayda yangi çıkarılış video. Birinchidan, g'afv etasiz video chiqmagan uchun men g'ayibli. Bu g'ayib menda, g'afv etasiz. Ikkinchidan, bu videoda men 3 sabab beramshaq, niye o video chiqmadi. Bu mening оправдание video. Boshdan bir necha so'z aytasim keladi, niye bu videolarni tushira boshladim. Men o'zim Boshqirdistondan, ham biz uyda to'g'richa so'zlashamiz. Men Qozonga ko'chdim birinchidan o'qirga. Qozonda mening do'stlar bor edi, to'g'richa so'zlashaylik. Men Moskvaga yana chiqib ketdim ishlarga. Menda to'g'richa so'zlashga kishi yo'q edi, menga to'g'ri tili yetmay boshladi. Ham men to'g'richa video izlay boshladim. Блогерма, shunday Go'zal Mirazovning bloglarini qaradim men. TNVdan передачалар, chiqarishlar menga yetmaydi. Menga sayohat temasi qiziq edi. Bari tek YouTube'da bunday video yo'q edi. Shuning uchun men o'ylayman, men o'zim tushira olmayman. Men o'zim yurayim chet ellarga. Men o'zim tushiram. Eyda ketdik. 20-yilda erim bilan biz ketdik отпускка. Men o'zimga fotoapparat sotib oldim. Hammanda mex yabishtirib qo'ydim. Zvuk eylatroq bo'lsin uchun. Shulay biz ketdik. 20-yil koronavirus boshlana edi endi u vaqtda. Bari biz bordik, отпускка ko'chirib bo'lmaydi endi. Ketdik biz 3 yilda bo'ldik. Ham uyga qo'ytqach bizni samoizolyatsiyaga o'tirtdilar bir necha oyga. Shu samoizolyatsiya vaqtida men butun tushirgan materiallarimni montaj yasadim. Erimning eski kompyuterida ham YouTube'ga tiqdim. Shulay 3 video chiqdi. Onlar yozda endi butun illar yopiq, butun bir yopiq. Biz samoizolyatsiyada jeykini o'sha boshladilar. Ham men chiqib ketdim Chernogoriyaga. Chernogoriyada men videolarni tushirdim, ham Istanbulda da videolar tushirdim. Lekin o videolar chiqmadi. Niye o videolar chiqmadi? Mening 3 sabab. Birinchi sabab, montajga vaqt yo'q. Men bit ishda, kuni-tuni ishda, kuni ishdan qaytgach yodasi kelar, tishda chiqib yurisi kelar, uyda o'tirib montaj yasasi kelmay, ham erining eski kompyuteri vatildi, ham men o'zim ishlayim ishdagi kompyuterda montaj yasab bo'lmay. Shulay vaqt yo'q, montaj yasarga hal yo'q, ham vaqt yo'q. Ikkinchi sabab, shunday aytganda mening dard yetmay, qo'y bir kishi endi tega to'y o'tkazadigan kishi tamadalar, ular to'riga, nechta shunday oshiq, dardli kishilar to'riga so'larga mumkin. Men olay aytolmayman. Shunday aytganda, bu videoni men уже 5-martaba yozdiram. 5-ga shi'r deb o'ylayman endi. Shulay mening dard yetmay, bu ikkinchi sabab. Uchinchi sabab tatar tili. Bilmayman endi sizga o sabab durust kubik bo'lirdirmi, bo'lmasdirmi bilmayman. Shunday aytganda, men tatar tilidan o'zimning so'laganimdan qiyinsidan. Chunki biz Rus maktabida o'qidik. Men Boshqirdistondan, bizga tatar tili kirmadi, bizga boshqirt tili kirdi. U boshqirt tili адаптированный для русских школ programma edi. Shuning uchun men tatarcha jurnal yoza bilmayman, o'qiy da bilmayman. Men tatarcha kitobda o'qimayman, gazetda o'qimayman, televizorda ko'ramayman. Shuning uchun menga oldin ssenariy yozishga kerak. Mening словарный запасda yetib bitmay, menga so'zlarni da переводить kerak boshdan. Shulay bu 3-chi sabab. Tatar tili недостаточный уровень. Bu mening 3 sabab, niye video chiqmadi. Kelajakda bu kanalda narsa chiqashaqni men bilmayman. Shuning uchun sizdan kutam kommentariyalar. Siz narsa o'ylaysiz, sizga nindi kontent o'xshaydi, nindi kontent qiziq, narsa qoraysiz, tatar tili turida siz narsa o'ylaysiz, sizga qanday kontent kerakmi, narsa turida kontent kerak, shuni yozingiz. Sizning kengashlaringizni kutib olaman. Eyda yozingiz, eyda ketdik.